onasi menga qo'y albatta bo'ladi deb so'z berishdi-ku. Qo'rqma qizim. Ota-onasi mana biz tomonda. Mana ko'rasan, u qizni ular ertagayoq uyga qaytarib jo'natib yuborishadi. Ha, bilasanmi nima? Uni ustiga u qiz yana soqol ham yetim qiz ekan. Yo'q. Ha? Hali Komil aka qayerdagi yetim soqov qizga meni almashtirdimi? Ha. Shunaqa. Meni shuning uchun ham ishonchim komil. Zulfiya u qizni hech qachon kelinim deb qabul qilmaydi. Menga ishonaver qizim, xo'pmi? Xo'p, oyi. Bo'pti qizim. Ha. Joyini o'zing sol. Yo men solib berishimni kutganmiding? Bilib qo'y. Xo'jayinimni hurmat uchun indamadim. Ammo ertaga bu yerda qorangni ham ko'rmay. Agar o'g'lim bilan yashashni niyat qilayotgan bo'lsang, chuchvarani xom sanabsan. Men shu uyda ekanman, senga bu uyda bir kun ham kuni yo'q.